Aytish joiz, bugun ilm yo'lini tanlab, davlatimizning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga hissa qo'shayotgan yoshlar talaygina. Biroq ular orasida aqidaparastlik va diniy ekstremistik g'oyalar ta'siriga berilib, o'z kelajagini xavf ostiga qo'yayotganlari ham yo'q emas. Jinoyat ishlari bo'yicha Urgut tuman sudida ana shunday noto'g'ri tanlov qilib, bugun panjara ortida afsuslanayotgan 21 yoshli yigitga nisbatan sud ishi ko'rib chiqildi. Telegram orqali tanishuv urgutlik yigitni sudlanuvchilar kursiga olib keldi. Tergov materiallariga ko'ra 21 yoshli yigit 2024-yildan boshlab ijtimoiy tarmoqlar orqali turli diniy mavzularni muntazam eshitib kelgan. Shuningdek, u Suriya va Falastindagi voqealarni doimiy ravishda kuzatib borgan va vaqt o'tishi bilan Suriyaga borish fikri paydo bo'lgan. Shu yilning may oyida yigit Telegram orqali bir qiz bilan tanishadi. Muloqot davomida yigit qizga turli diniy mazmundagi materiallar yuborishni boshlaydi. Keyinchalik esa uni Suriya va Falastinga birga borishga taklif qiladi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning xulosasiga ko'ra, u tarqatgan nashidalar va ma'ruzalar aqidaparastlik g'oyalarini targ'ib qiluvchi materiallar hisoblangan. Instagram ijtimoiy tarmog'idan Fatima degan qiz menga yozdi. Keyin bir 2 oygacha gaplashib yurdik. Mana shuni ma'ruzani tayyorlab berdi. Bu ma'ruzada shunda aytgan hayotda yashash, o'sha namoz o'qish, sunnat, farz o'shalar haqida edi. O'shalar haqida edi. Keyin jannat haqida. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyat ishlari bo'yicha Urgut tuman sudida ko'rib chiqildi. Sudda sudlanuvchi yigit Falastinda aziyat chekayotgan odamlarga yordam berish niyati bo'lganini aytdi. Falastinga bog'lanib ko'rdim YouTube'dan, Instagram'im keldi. Iloji bo'lsa agar, borish bo'lsa agar, o'shalarga oshib qo'yishga yordam beraman degan. O shunaqa o'shani ko'rib, shundoq qildi. Davlat ayblovchisi suddan unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashni so'radi. Unga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashingizni, jazoni umumiy tartibda qonunga o'tashni belgilashingizni sudlanuvchi o'ziga oldindan tanish bo'lgan ayolning Telegram va Instagram ijtimoiy tarmoqlariga hozirgi kunda notinch davlatlar hisoblangan Suriya, Falastin va boshqa davlatlarga borib, u yerda qiynalayotgan birodarlarga yordam, ko'mak ko'rsatishni taklif qilgan. Ushbu holatlar dastlabki tergov hujjatlari va sud tergovida o'z isbotini topgan. Yigit so'nggi so'zda qilmishdan pushaymon ekanini bildirib, suddan yengillik berishni iltimos qildi. Qilganimdan pushaymonman. Boshqa bunaqa tema, bunaqa narsaga o'pishi, qaytmayman, qilmayman bunaqa narsani o'pishi. Hammadan uzr so'rayman qilgan aybimga. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 modda 3-sini verbandida nazorat qilingan jinoyat sodir etgan ayb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 modda 3-sini verbandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab muddati 3 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartib-qoidalari o'tash belgilansin hamda jazoni o'tash muddati 2026-yil 4-iyun kunidan boshlab hisoblansin. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.